shunaqa akkuratli bo'lib qop-qora Malibudan tushsangiz-ku, lekin saloningizning holati mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa, yarashmaydi-ku, to'g'rimi? Do holatini umumiy bitta ko'ringlar, ungacha men poslesini olib kelaman. Sizlar uchun o'zim o'rnatib bermoqchiman. Jarayonni kuzatib turinglar. Kardinal Evopolikni ko'rsatib o'tsam, knopkalar uchun maxsus joylar tashab ketilgan. Undan tashqari orqa qismida hamma joyida lipochkalari bor va bu gilamga shikast yetkazmagan holatda polikni mustahkam ushlab turadi. O'rnatilgandan keyin ham qanaqa turishini bitta ko'ringlar. Aytgancha, bu joyi yedirilib ketmasligi uchun maxsus temir va rezinalar bilan qoplangan. Ushbu Malibu mashinasiga qilib berilgan postli holati sizlarga ham yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning mashinani modeli va plyus belgisini qoldirsanglar, biz sizlarga narxini yozib qoldiramiz. Undan tashqari, xuddi shunaqa Evopolikni har xil ranglari bor. Maxsus buyurtmaga o'zingizlarning xohlagan didinglardagi rangi bizga buyurtma qilsanglar bo'ladi. Misol uchun, qizilga oranjeviy kant qilsa ham iloji bor. Shunaqa ekan, bizdan kuzatishda davom etinglar va xuddi shunaqa yechim kerak bo'lganda qayerga murojaat qilishni o'zingizlar bilib oldinglar. Unutmanglar, Kardinal sifatni qadrlovchilar uchun.